Barchaga salom. Bugun birgalikda arab tili kursimni darslarini bajaramiz. Menda ikkita daftar tutganman. Birinchisi uyga vazifa berilgan so'zlarni shunaqa qilib ikki qator qilib yozib boramiz. Bu birinchi daftarim. Ikkinchisi o'zim uchun tutilgan daftar. Bu harflarning ko'rinishi, sifatlari va qayerdan chiqish maxrajlarini yozib chiqadigan daftarim. Va bu bizning o'sha kursimiz tomonidan berilgan, o'quv markazi tomonidan berilgan kitobimiz. Darsni doim birinchi bo'lib so'zlarni yozishdan boshlayman. Uyga vazifa qilib ikki qatordan yozib kelish beriladi. Hozir bu so'zlarni ikki qatordan qilib yozib chiqamiz. Aytgancha ashkim taqish esimdan chiqib qoldi. Nihoyat yozib bo'ldim. 1 2 3 4 varoqni 2 soatda yozdim. Endi navbat o'qishga. Har dars uyga vazifa qilib beriladi. Bu so'zlarni o'qib kelish. Birgalikda o'qiymiz. Va oxirgi qiladigan ishim bu. Dot harfining maxrajlarini, chiqish joylari, sifatlarini yozib qo'yish bo'ladi.